Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyatida bir ayolga nisbatan qilingan shafqatsiz va tahqirli xatti-harakatlar aks etgan video tasvirlar tarqalib, keng jamoatchilikning haqli e'tiroziga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borildi. Olib borilgan surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, 1991-yilda Izboskan tumanida tug'ilgan, hozirda Andijon shahrida yashovchi ayol 1998-yilda tug'ilgan boshqa bir ayolni turmush o'rtog'i bilan ishqiy munosabatda bo'lib yurganlikda ayblab, unga nisbatan qasd olish maqsadida reja tuzgan. 2025-yilning 23-dekabr kuni u davolanib yotgan shifoxonaga 1995, 2004 va 2001-yillarda tug'ilgan tanish ayollar orqali 1998-yilda tug'ilgan ayolni olib keltirib, uni turli nojo'ya harakatlar bilan tahqirlashgan hamda bu jarayonni video tasvirga olishgan. Shundan so'ng 1991-yilda tug'ilgan ayol o'zining oldindan tanishi bo'lgan 1999 va 1998-yillarda tug'ilgan 2 nafar erkakni kasalxonaga chaqirib, ularga mazkur ayolni ovloq joyga olib borib, sochlarini olib tashlashni buyurgan. Buning oqibatida 1998-yilda tug'ilgan ayol erkiga xilof ravishda 5 nafar shaxs tomonidan oq rangli Gentra rusumli avtomashinaga majburiy ravishda o'tkazilib, Andijon tumani Jevachi mahallasi hududidagi xilvat joyga olib borilgan. U yerda 1999-yilda tug'ilgan erkak tomonidan uning sochlari mashinka yordamida olib tashlangan. Mazkur jarayon 1995-yilda tug'ilgan ayol tomonidan video tasvirga olingan va oradan ma'lum vaqt o'tgach ijtimoiy tarmoqlarga joylangan. Ushbu holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi 5 nafar shaxslar protsessual tartibda ushlandi. Men bu samosud qilishdan mana maslahat bermayman, pushaymonman men. Mana akalar, opalar, yaqinlar hammaga mana gapiryapman. Men pushaymonman bu ishimizdan kelgan. Lekin qilgan ishim xatoligini mana bilib turibman. Onam, otam, bolam hozir siz nima qiladi bilmayman. Lekin qilgan ishim bu darajada katta muammo bo'lib, nima bo'lishini xohlamadim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hammadan uzr so'rayman. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur jinoyat ishi Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. Inson sha'ni va qadr-qimmati qonun bilan himoya qilinadigan eng oliy qadriyatlardan biri. Har qanday shaxsning erkiga qarshi ravishda uni tahqirlash, zo'ravonlik qilish yoki uning obro'-e'tiborini kamsitishga qaratilgan xatti-harakatlar qonun oldida qat'iy javobgarlikka sabab bo'ladi.